Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana bahor keldi. Biz ham remontlarni boshladik. Tashqi fasadimiz ancha urinib ketgan ekan. Mana 5 yilmi, 6 yil bo'ldi. Ancha urinib ketgan edi. Yomg'irlardan keyin mana Xudo xolasa remontlarni boshladik. Ustalar chaqirdik. Hozirgi holatini sizlarga ko'rsatib qo'yapman. Общий uyni kvadratda fasadda o'zi 225-220 kvadrat atrofida chiqdi. Endi batga hozir Xudo xolasa travertin qilamiz. Ustalar juda tez ustalar. Chunki men bu bolalarning ishini o'zim ham reklama qilaman. Mana shu 220 kvadrat joyda aka Xudo xolasa 7 kunda cho'zilib ketsa 7 kunda bo'lmasa 5 kunda topshiramiz deydi. Bugun nechinchi sana usta? Bugun 1 aka. Birinchi sana bo'ladigan bo'lsa, cho'zilib ketsa Xudo xolasa 6-chi yo 7-chiga topshiramiz aka. Chiroyli qilib deyapti. Buni tashqari videoda oxirigacha ko'rsalaring, keyin bitgan holatini ham ko'rsataman qadrdonlar. Narxini boshida aytib qo'yadigan bo'lsam, travertin qilishadi, 3 sloy travertin tortishadi, lak qilishadi 2 sloy, keyin atachento, keyin padilovkasini ham qilishadi. Xullas, endi fasad bo'lganligi uchun yomg'irda suv uradi bu tomonga to'kilib ketmasligi uchun Xudo xolasa garantiyali qilib qo'yib beramiz aka dishdi. Narxi o'sha 8 dollardan 12 dollargacha bo'ladi. Bu bitish narxi. Ya'ni xomashyosi, mana bunaqangi kileylari, hamma yo'qlari ichida bo'ladi. O'zlari qurol aslahalari bilan kelishadi, mana bunaqangi setkalari bilan, hamma yo'qlari bilan kelishadi. Shotilarigacha kelishadi, bunaqa lesalarigacha hamma travertin mahsulotlari usta haqqisa hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Bitgandan keyin ham bitta ko'rsataman, Xudo xolasa uyim ichini bitta ko'rib olinglar. Nima ehtiyot bo'lmayman endi. Uyim rosa to'g'risi 5 yilmi, 6 yil bo'ldi, anchadan beri remont qilingani yo'q edi. Mana bu Vadimutsa holatda shpakilovka qilingan. Keyin Vadimutsa Bevorodiy 5 yil oldin o'sha to'yimda qilganimizcha endi Xudo xolasa yana boshladik. Asfaltlar yotqizib qo'ydik. Xudo xolasa endi bitgandan keyin ko'rsatamiz. Men killardan olib kelib qo'yganman. Travertinlar kelgan. Xudo xolasa bitgandan keyin ko'rsatamiz qadrdonlar. Keyin fikrlaringizni yozib qo'yasizlar.